Assalomu alaykum. Yana bir bor Shahnoza, demak xabar berib borayotganimizdek, Samarqandda Birodar shaharlar birinchi xalqaro forumi yuqori darajada tashkil etildi. Tadbirda dunyoning 30 dan ortiq mamlakatidan 100 ga yaqin ishtirokchilar ishtirok etmoqda. Aslida mana shu forumni o'tkazish uchun aynan mana shu lokatsiyani tanlangani bejiz emas. Sababi Buyuk Ipak yo'li gavhari bo'lgan Samarqand asrlar davomida turli davlatlar bilan o'zaro madaniy aloqalarni yo'lga qo'ygan, hamkorlik munosabatlarini o'rnatgan va bugun mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilayotgan ishlar natijasida O'zbekiston dunyoga qaytadan ochilmoqda va aynan birgina mana shu birodar shaharlar maqomida bugun mamlakatimizda 100 ga yaqin shaharlar bor va bugun mana shu forum ham aynan mana shu xalq diplomatiyasini yangi mexanizmlarini yo'lga qo'yish orqali madaniy munosabatlarni, o'zaro turizm sohasidagi aloqalarni yaxshilash, investitsiyalar, ta'lim yo'nalishidagi ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda o'ziga xos platforma vazifasini o'tamoqda va bugun mana shu birodar shaharlar xalqaro forumi haqida suhbatlashish uchun menda suhbatdosh bor. O'zbekiston Milliy universiteti professori Otabek aka Alimardonov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Marhamat Otabek aka, mana hozir memorandumlar imzolandi va bu memorandumlar nimaga xizmat qiladi? Shu haqida bir to'xtalsangiz. Avvalo aytib o'tish kerak, bunga bo'lib o'tgan konferensiya O'zbekiston tashqi siyosatida, ayniqsa prezidentimiz boshlab bergan yangi O'zbekiston tashqi siyosatining eng muhim jihatlarini qamrab oladi. Bu faqat rasmiy diplomatiya emas, balkim fuqarolik jamiyatini ham o'zaro hamkorligini ifoda etadi. Bugun shaharlar faqatgina ma'muriy markaz emas, ular balkim keng jamoatchilikni o'zida qamrab olgan va o'sha jamoatchilikni xalqaro hamkorlik aloqalarini ham bevosita aks ettiradi. Darhaqiqat bugun bo'lib o'tgan mana shu konferensiyani ma'lum bir qismi ham juda ham muhim ahamiyatga ega. 10 ga yaqin hamkorlik memorandumlari imzolandi. Xususan aytib o'tishimiz mumkin, Samarqand shahri va Turkiyaning Nig'de shahri o'rtasida, Samarqand va Serbiyaning Belgrad shahri o'rtasida, Samarqand va bevosita boshqa dunyoning ko'plab shaharlari o'rtasida, shuningdek Turkiston va Kulolchilik shahri Rishton o'rtasida, Qo'qon va Veliki Tirnova, ya'ni Bolgariya shaharlari o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Bundan tashqari ushbu konferensiyani, umuman anjumanni, forumni asosiy tashabbuskorlari bo'lgan millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita, Birodar shaharlar alyansi ham bevosita bir qancha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik memorandumlarini imzoladi. Qolaversa, bugun juda ham bir quvonarli holki, uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan birodar shaharlarni biladigan olimlar jam bo'ldi, ekspertlar jam bo'ldi. Misol uchun birgina misol, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik aloqalarimiz shu darajada rivojlanib boryaptiki, bunda xalq diplomatiyasining ham o'rni bor. Uni ma'lum bir qismi bo'lgan paradiplomatiya bir necha 50 yillik tarixga ega. Ya'ni yarim asrdan oshiq tarixga ega bo'lgan Toshkent va Seattle birodarlik aloqalarida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan va juda katta bir kitob yozgan Dan Peterson janoblari bugun bizning konferensiyamizda ishtirok etib, o'zini tajribalarini aytib berdi. O'ylaymanki, mana shu tajribalar jam bo'lgan 100 ga yaqin shaharlarga, 14 ta hududimizdan kelgan shahar hokimlari, ularning o'rinbosarlariga anchayin qo'l keldi. Rahmat katta va o'sha siz ta'kidlab o'tganingizdek Dan Peterson janoblari juda bir muhim ma'lumotni aytdilar. Bugungi kunda Amerikada o'zbek madaniyatiga qiziqish yuqori ekanini aytib o'tdilar va mana shunday qizg'in jarayonlar haqida biz yana keyingi dasturlar orqali ma'lumot beramiz. Rahmat. Batafsil ma'lumotlar uchun rahmat, Inobat.